Hammaga salom bo'ldi. Mani ismim Kompot, mani yangi videomga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, bir xillar odamda ikki xil настроение bo'ladi. Bir xillari uyda o'tirgisi kelmasdan ko'chaga chiqib aylangisi keladi, bir xillari esa ko'chaga chiqib aylangisi kelmasdan uyda o'tirgisi keladi. Bugun menda xuddi shunaqa настроение. Men o'zim bilan har xil shirinlik, ovqat va bunaqa stol narsalar oldim-da, ko'chaga chiqib piknik qilib kelyapti. O'shanga hozir chiqib qayoqqa qo'ysam ekan, lekin men bu piknikka hech kim chaqirmayman. Такой просто o'zimiz подписчиklarim bilan birga o'tirib kelyapti. Zoroga qo'yish kerak, ani qishloqlar hidga sezib kelolmasin, mana ishga normalniy bo'lsa kerak. Shu yoqqa qo'yib, mana ovqatlarimni qo'yib olaman. Qaranglar, o'zimdan napitklar ham olib kelganman, fruktalar ham. Oppa, kompot shirin nimani hidi kelyapti? Mana aytuvdim sizlarga qishloqlar hidni sezib keladi deb. Kompot bitta napitkada olsam bo'ladi, iltimos. Yo'q, bu men bilan obunachilarimga. Kompot man bitta dona banandan olsam bo'ladi, banandan. Yo'q, qishloqqa, bu men bilan obunachilarimga. Unda bitta dona burgerdan tishlab ko'rsam bo'ladi, judayam shirin ekan. Или hot-dogdan Santa ikkita ekan. Qishloqlar menga bu yerda normalniy ishga bermaydi. Boshqa yoqqa ketmasam hozir Kompot qizg'anchu. men qizg'anchiq emasman. Har doim sizlarga berganman. Просто obunachilar bilan birga yeyim kelyapti. Tak, qayoqqa qo'ysam bo'larkin? Давайте nima, mer uyini oldiga qo'yib ko'ramiz. Baribir menimcha bu yerdan hech kim o'tmaydi shekil. Tak, mana shu yerga qo'yamiz. Tak, endi hot-dog, gamburger, tuxum mevali. Kompot ish vaqtida qanaqa piknik qolsa, Amer qarang, men hamma ishlarimni bitirib bo'ldim. Amer bilan hech kim bo'lishmaydimi? Obbo, Amer, sen ham so'rayapsanmi? Avasan keyingi hafta oyligini ko'tarib bermoqchi edim. Mayli, nima, xohlasang hot-dogdan ol, baribir menda undan ikkita. Rahmat Kompot. Mayli, hop, Mer, sog' bo'l. Obbo, bu yerdan baribir ketish kerak bor-u. Yana chiqib qolmasin Mer. Tak, hamma narsani yig'ib olaman-da. Endi qayoqqa ketsam bo'larkin? Odam yo'q joyga. Tak. Oho, manda zo'rg'a ham bor. Ana masjidga oldim, bu yerdan hech kim ham o'tmaydi, bitta o'zim. Men bu yerdan zo'r joy topolmadim endi. Masjiddayman. Tushunmadim. Nima ovoz? Qani, qaranglar-chi. Voy, obbo, zombi, voy, давай, tezroq hamma narsa olib surish kerak bu yerdan. Obbo, shaxtada ham o'tirsa bo'lsa ekan, bor u yerda endi zombi bo'lar ekan. Balki stolni uyimni oldiga qo'yib qo'yaymikin-a. Mer uydan ham zodi bo'ladi, mana qishloqni uydan ham zodi bo'ladi. Что, yaxshi-da, masjidga qo'ya qolaman unda men. Unda stolni где-то masjidga qo'ysam, tushunmadim. Sizlar ham ko'ryapsizlarmi bolalar yoki faqat men ko'ryapmanmi? Qanaqadir proxodmi? Podvalmi? Bu uyni podvali bo'lganmidi? Yana qanaqadir ovoz, tushunmadim. Nima? Bu uy tagida nima? Podvalmi? Men tushunmayapman. Tak, tushunmadim. Bu yerda lekin bor-u, birinchi marta ko'rishimman. Bu oldin ham bo'lganmidi? Bolalar, sizlar sezmaganmidinglar? Tushunmadim, lekin men bor-u. Tak, qani kommentariyaga yozinglar-chi, men o'qib ko'raman. Tak, bu oldin ham bo'lgan. Sen просто sezmagansan. Ha, bu bo'lganda oldin ham. To'g'ri aytyapti, bo'lganda oldin ham. Tushunmadim. Bu oldin ham bo'lganmidi yoki o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldimi? Hech nimaga tushunmayapman lekin bor-u. Nima endi bu oldindan ham bo'lgan, men sezmaganmanmi yoki baribir yaqinda paydo bo'lib qoldim? Tushunmadim. Qishloqmi? Tushunmadim. Qanaqa qishloq bu? Tak. Uy, videolar men ko'rib qolishga sal qoldi, lekin bor-u, ko'rib qolmaganmikan, lekin oq kiyimli qishloqqa yomon o'xsharkan bor-u. Tak, u tepaga chiqib ketdimi? Tushunmadim. Nima bu? Qanaqadir laboratoriyaga o'xshyaptimi? Tushunmadim. Men bu yerga qanaqadir qilib tushib ko'rishim kerak, lekin bor-u. Tak, unda men hozir bu yerga kirka olib kelib, masjidni bisib tashlasam, pastga tushaman men. Pastga lekin 100% tushib ko'rish kerak bor-u, lekin men bu yerni birinchi marta ko'rishim bor-u, yoki oldindan sezmaganmanmi men buni? Tak, hamma narsalarimni qo'yib turaman-da, kirka olib, pastga tushib ko'rish kerak. Juda ham qiziqyapman lekin bor-u. Tak, birinchi bo'lib men devorni bisib tashlasam, tak, sekin buzamiz. Voy, dalliy qaranglar. Bu rostdan ham qanaqadir laboratoriya ekan. Qaranglar, ana oq kiyimli qishloq-yu. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Tak, men bunga ozgina bismillah qo'shsam. Tushunmadim, nima bo'ldi bu endi? Tushunmayapman men bor-u. Tak, men tez pastga tushmasam. Tak. Sen nima qolsan bu yerda? Sen nima qolsan bu yerda?
San bu yerda nima qilyapsan? Nima bu? Kapot bu raketani ustiga chiqma. Nima? Raketa? Bu raketa bu yerda nima qilyapti? Kapot baqirma, man sezdirib qo'yma qolganlarga. Bu yoqda mana sekretniy laboratoriyam bor. Nima? Qanaqa yana sekretniy laboratoriya? San nima bizani qishlog'imizdan banglatib yubormoqchimisan? Yo'q, kapot qishlog'imizdan banglatgim kelmayapti. Kimdir qishlog'imizga tashlab qolsa, uni yutish uchun tayyorlayapman bu raketani. Manda bitta savolda, kim bizani qishlog'imizga tashlanishi kerak, чтобы san bu raketani ishlatishing uchun. Ну, например, zombi. Zombi san hazillashyapsanmi? Yaqinda qishlog'imizga tashlanuvdi. Bitta dona qilish bilan man yutdim ularni. Raketa bilan yaxshiroq bo'ladi, to'g'rimi? Qishlog'i bu juda ham opasni bu. Qishloqni bu bangillab ketib qolsa-chi agar. Yo'q, kapot, man bu raketani necha yildan beri tayyorlab kelyapman. Hali hech baqillab ketmadi, lekin man buni sirda ushlamoqchi edim. Nima? Necha yildan beri? Bolalar bu anchadan beri bo'lgan ekan-da, men sezmagan ekanman buni. Ha, man buni ancha yildan beri qilaman. Man ozgina mana bunaqa joyishib qo'yardim, чтобы svet tushib turishi uchun havo bilan. Men buni shuncha yildan beri qanaqa sezmaganman? Qishlog'i bu hamma narsani olib tashlash kerak bu yerdan. Yo'q, kapot, man buni necha yildan beri qurganimni bilasanmi? Men senga nechinchi marta aytdim, bu juda ham xavfli. Unda men merga qilaman. Yo'q, kapot, merga qilish shart emas, lekin man qishlog'ini olib tashlamayman baribir. Olib tashlamaysan, ha? Mayli, men senga to'g'rilicha aytdim. Qishloqlar va qaranglar, men oq kiyimli qishloq nima qilayotgan ekan. Qaranglar, men raketa yasayotgan ekan. Qaranglar, hammanglar shoy kelinglar. Men hammaga aytaman nima qilayotganingni. Tushunmadim, bu nima bo'lyapti? Kapot, deysizlar, serkif pistashyapsizlar? Chunki buni tagida men oq kiyimli qishloqning raketasi bor. Qaranglar, bu juda ham xavfli-yu. Nima? Tushunmadim. Qishloq bizga yana bu raketa kelmayaptimi? Yo'q, mer, bu raketa xavfli emas. Nimagadir man bunga ishongim kelmayapti. Da, to'ppa-to'g'ri bu bangillab ketishi mumkin. Yo'q. Biz bilamiz-ku, sen eksperimentlaringni yaxshi, men buni sezib qolman, ha. Men ham buni qishlog'imizda sezmagandim. Mana qarang, mana shu raketa bizani burnimizdan tagida shundoq bo'lgan ekan shuncha yildan beri. Salom bo'lib o'tdi. Qanaqa sabrangi bo'lyapti? Mana bu raketami? Ay! Bu yerda hech nimani tushuntirish shart emas. Hammasi tushunarli shaklda. Biz necha marta aytdik-ya, bu qishlog'iga bu xavfli deb. Bu qishlog'i esa yo'q, bu xavfli emas deb. Mayli, kelinglar boshqa yerdan turaylik. Ay, voy. Oy, normalno. Ay! Salom, kapot. Oppa, qishlog'i sen menga tushuntirib bermaysan bu yerda nima bo'layotganini? Men bilmasam, bu banglar bizning qishlog'imizdan biz tashlash kerak emas edi. Bu bitta dona bizning qishlog'imizdan emas, polniy hamma yoq banglatyordi. Ha, ajoyib, ha? Mayli, endi zato bildim bunaqa qilish kerak emasligini. Qishlog'i sen nima qilding? Sen qarang bu yerda endi hech nima yo'q. Qishlog'imizda ham yo'q, voобще hech nima yo'q bu yerda. Tak, mayli, unchalik qizishib ketmaylik, buni qanaqadir qilib boshqatdan qurib olsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Где-то вот mana qani mashtlada mani uyim bo'lganda, to'g'rimi? Hozir uni boshqatdan qurib olsam, bulujnik bilan daraxt olib, lekin qayerdan men bulujnik bilan daraxt olaman bilmayman buni. Oy! Admi, iltimos tezroq keling, men yo'yimdan qishlog'imizdan qutqar. Mani nomimdan qishlog'iga salom berib qo'yinglar, men kelaman-da, u bilan salomlashib olaman. Men bilan salomlashish shart emas, men seni shu yerdan eshitolman. Qishlog'i, sen nima qilding? Qarang, bu yerda hech nima yo'q endi. Ha, mer hech nima qilmaydi, zato bu endi bildim raketasi xavfliligini. Da, men tushundim u xavfliligini. Bekor men qo'limda og'ir narsa yo'q deb-boru. Mayli, men ketdim, aylanib keling. Men qishloqqa qaraylik, eksperimentator. Kapot, sen o'zi qanaqa sezib qolding? Men piknik qilmoqchi edim-da, stol qo'yishga borgandim, qarasam kichkina teshuv bor ekan. Yana meni obunachilarim anchadan beri ko'rgan ekan uni. Bir tarafdan yaxshi, biz buni ko'rib qolamiz. Ikkinchisidan bilmayman. Hozir admin kelib hamma narsani hal qilib qo'yadi degan umiddaman. O'zi bor-ku, menga nimadir sezib qolsanglar aytmanglar, bu o'zi sehrli emas, tayinli bo'lib turgani yaxshiroq edi, bor-ku. Balki bangillamasmidi, atak qayerdan bilaman, balki o'zidan o'zi bangillab ketardi. Kommentariyaga yozib qo'yarsizlar. Tak, qishloq qani? Admin keyin birinchi bo'lib qishlog'imizdan yasab olaylik. Даже griferlar bor-ku, bunaqa biz tashlamaganman bu qishloqdagi raketasi bilan. To'g'ri, lekin hozir qanaqadir qilib qishlog'imizdan qutqarish kerak, yasash kerak endi.
Ma kompot sanga narsalar sekin-sekin endi mashinalarni qurib chiq. Admin sen hazillashyapsanmi? Ha 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 kompot man san bilan hazillashyapman-u. Hozir ham bir ikkita narsalarni tak yozib chiqsam. O, bizani qishlog'imiz, ura, ura, ura! Men hamma narsani o'zini holida qilib qo'ydim. Kompot qara, qishloqlar ham keldi. Da, men juda ham xursandman. Aytgancha oq kiyimli qishloq qani? Raketa qatta bo'lsa, xuddi o'sha yerda. Banda, конечно. O, admin sen raketani ham olib tashlabsan. Aytgancha fioletoviy qishloq qani? Voydalli. Hozir nima bo'ldi? Ura, hamma narsalar o'zining eski holatiga qaytibdi. Men boru boshqa qishlog'imizni ko'rolmagan deb o'ylagandim. Mana shu oq kiyimli qishloq deb. Ну что, agar videom yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Hammanglarni keyingi videomni kutib qolaman. Sog' bo'linglar hammanglar.